Ikki psixologga bordim. Shunaqa yordam bergan yo'q, battar bo'lgan bo'lsa bo'ldi. 45 yoshdim, 25 yosh bo'lib qoldim. Shunaqa bo'lib yuraveramanmi? Og'riq bilan, vahima bilan. Demoqchimanki, mana shu mayda natijalarga e'tibor bersangiz, katta bir natijaga erishasiz hayotda. Bir vaqtlar nonni yo'qotganman. Shundan keyin menda kasallik paydo bo'ldi. Ketdi-da, уже sekin yechimlar paydo bo'lishni boshladi. Uyqum normaga keldi. Oldin O'sha birinchi kundan boshlab hozirgi kungacha qanaqa o'zgarishlar bor? Shuni ozgina bo'lishib aytib bersalaringiz. Endi alhamdulillah biznes hammasi joyida, oilada, hamma yoqda alhamdulillah hammasi yaxshida. Lekin mana shu 40 ga kirganda o'tganlarni aytishadi-yu ruslar, krizis srednего возраста. Shunaqa qanaqadir boshlandi-da. Hayotga qanaqadir hammasi joyida, nimadan yana siqilyapsan deb mana shunaqa xayollar bo'ldi. Bir ikki psixologga bordim. Shunaqa yordam bergan yo'q, battar bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Keyin shunaqa qilib, ya'ni og'aynim, mana o'zingiz ham taniysiz. Mana og'aynim bilan ko'rishib turamiz, oilaviy, bilmayman, qanaqadir menda qiynalib dedim-da. Kitoblar ham o'qib, mana qildim. Maslahat berdi, borib ko'rgin dedi bo'tga sizlarni. Birinchi master klubga bordim mana. Yaqinda Chorva darvozada bo'lganda o'tdi, qanaqadir yengilliklar bo'ldi. Ancha savollarga javob topdim. Endi qalban kelib qolganman deb o'yladim-da, endi bo'tga, masalan, dargohga, sizlarning oldingizga. Keyin siz o'sha azravisingni kurs dedingiz, o'ylab o'tirmasdan sразу yozdirdim. Mana bo'tga keldim. Sog'liq tarafidan alhamdulillah hammasi yaxshi. Shu qalban, duxovno ko'proq juda ko'p savollarga javob topdim-ki, bu yerda shu yashashni bazasini berar ekansizlar-da. Shu baza bu joydan bilar ekan. Qanaqa qilib daraja yashash, nima qilish, Aniqlik paydo bo'ladi qayerga borishingiz. Aniqliklar, o'sha menta psixologdan yaxshi. Babi научный, o'shani доказательный psixologiya, o'sha nauka bilan juda mamnun bo'ldim, maza qildim. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'sh, yana qanaqa natijalar aytingizlar, azizlar? O'zgarish tanada, mana bu yoqda. Bizga aynan sog'liqda yana qanaqa o'zgarishlar bor? Shu qiziq, azizlar. Assalomu alaykum, Xurshid Iso Muhammedov. Bu yerga kelishimdan oldin ozgina terida qitish bor edi, asabiy edim. Tak. Asosiy shular edi. Lekin men juda ko'p narsa oldim bu yerga kelib. 45 yoshdim, 25 yosh bo'lib qoldim. Keyin men prosta kelib ketmadim, men ko'p o'rtoqlar orttirdim, yana ko'p ilm oldim. Bu xuddi men o'qiyapman, atrofimda uyimdagilar ham, ishxonadagilar ham o'qiyotganga o'xshaydi. Ular ham o'zgarib qolgan. San yaxshi, dunyo yaxshi. Maza qildim, agar qani iloj bo'lsa yana cho'zsak bo'lardi, zo'r bo'lardi, maza qilardik. Xudo xolasa davom ettiramiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Eng asosiysi o'sha qitishlar qoldimi? Zo'r, hammasi zo'r. Assalomu alaykum. Men Samarqand shahridan kelganman. Pardayeva Shahnoza bo'laman. Menda ko'pgina kasalliklar bilan kelganman. O'zi balansadan chiqib, bu yerga kelib qatnab ana qildim. Bo'g'inlarda og'riq, juda kuchli og'riq, allergiya. Terida hech narsa yo'q, faqat qichiydi. Ko'zimdan boshlanadi. Постоянно so'mkamda diazalin yuradi. Diazalin bilan yuraman. Har 2 kunda, 3 kunda bitta ichib yuraman. Xudoga shukr, mana 10 kundan beri hali ichmadim. Bo'g'imlarimda og'riqlar umuman yo'q, 100% yo'q hozir. Uyqum, lekin uyquga men faqat to'ymasdim. Dori ichmardim-u, lekin uyquga to'ymardim. Ertalab tursam ham yana qaraq kuni bilan qaraq bo'lib yurardim. Lekin oqshom soat 4 da tursam ham kuni bilan tetik bo'lib, yaxshi bo'lib yuribman. Juda zo'r. Hammalaringizga rahmat. Mazza qilyapsizmi? Mazza qilyapman. Xo'jayinimga rahmat. Xo'jayinim meni majburlab yubordi. Sizga polni kelgan. Endi u insonni ham joniga tekkandirsizda. Borib kel, iltimos. Ozgina tinch yashay deb. O'zi erkak kishi shunaqa deydi-yu, onasinikiga jo'natadi. 10 yil yashagandan keyin 1 soat shu yarim kun xursand bo'ladi.
kechga borib shona bola ko'rganmisiz? Yosh bola onamni sog'indim deydi-ku. Erkak kishi xotinimni sog'indim deydi. O'sha bog'lanish juda kuchli bo'ladi. Endi 50-60 yoshda, 70 yoshdagilarda qarasak, biz ko'p kuzatganmizda, ular umuman tura olmaydi bir-birisiz. Endi oldida tursa cho'qshaveradi, lekin yo'q bo'lsa tura olmaydi. Shunaqa holat bo'ladi. Men hazillashdim-da shuning uchun. Rahmat katta, Rahmat salomat sizlarga. bo'ling. Xo'sh, azizlar, endi kimda bo'g'inlar og'rig'i yo'qoldi? Kamaydi, qo'lingizni ko'taring. Ha, oshqozon hazm qilish sistemasida kim yaxshilandi? Nima ko'tarmaysizlar? Ko'z kimda tiklandi? Qo'lingizni ko'taring. Ha. Yana qanaqa? Eng asosiy narsalardan bittasi yana kimda depressiya edi boshida birinchi kunlari? Qo'lingizni ko'taring. Hozir qanday? Yo'qoldimi? O'sha anochi panik ataka, yurak urib, nafas yetmasdan hozir qanday? Qo'yib yubordimi? Qo'yib yubordimi? Dori berdikmi? Yo biror narsa yo'q. Gimnastika boshlanganda 3 kunlar lekin o'ynadi, davlenam chiqib tushib o'ynadi. Mana Xudoga shukr 4 Joy endi joyiga kelib olish kerak-da. Ha, endi joyiga keldi, normaga tushdi. Ha. Necha yil o'sha holatda yurgandilaringiz? 4 yildan beri. 4 yil. Sizdachi? Yoshligidan beri o'sha panik atakani ko'tarib yurgansiz. Endi qarang, 30 yillar bitta taroziga qo'ying, 9 kunda bitta taroziga qo'ying. Nechinchi kuni qo'yib yubordi o'sha holat? Birinchi kuni yaxshi qilgan. Ikkinchi kunlarda Aytmoqchi pochcha qanday? Qo'chqorboy. keyingi paytlar qattiq gapirsa ham yuragimga oladigan, yuragim yomon bo'lib ketadigan, уже og'riq beradi shu yog'imdan-da, yurak tomonidan. Keyin men ham Instagramda kuzatdim sizlarni. Keyin aloqaga chiqib, keyin aytdim xo'jayinimga, men shunaqa bo'lib yuraveramanmi? Og'riq bilan, vahima bilan, yuragim takokardiya bilan men bormoqchiman shu yerga dedim. Mayli dedi, yuborishdi, lekin yaxshi, lekin natija shu zo'r, men kutmagandim. Hozir muomala qanday? Muomala ham zo'r. Ha, SMS yozib turibsizmi? Ha. Kim yozdi o'sha biz o'rgatgandan keyin xuddi shunaqa SMS qilib, qo'lingizni ko'taring, ayollar bormi? Qanday ta'sir qilar ekan? Ha, qarang, qolganlar o'lib ketsa ham mayli deb o'tiribdi-da. 3 kishi yozibdi xolos. Eksperimentga ham yozib ko'rmadingizmi? Ya, живой u boshqa narsa, SMSda boshqa narsa. Siz bir darsda aytdingiz-ku, orqangizda menday duogo'y ayolingiz bor vaqti, siz har doim duodasiz deb. Shu kuni u sraz yozganman SMSda o'tirib. Ha, qanotini ko'rdingizmi orqasida? Uchib yuribdi osmonda deb. G'ururlanadi erkak kishi. Keyin bitta xarakterim bor edi, aytmay bir ish qilardim-da, unga keyin aytardim-da. Telefon qildi kecha, shuni bilib, endi unaqa nima emas-da, lekin telefon endi shu anaqangni ham tashab qo'y shu yerga. Hammasi yaxshilanibdi-yu, faqat shu narsani qolibdi. Endi aytish kerak-da. Aytish kerak, chunki ayol kishi oilaga xiyonat qilmaslik kerak. Faqat erga emas, oilaga ham xiyonati bor. Mana shu erga aytmasdan ko'p ishlarda qilinadi, keyin singandan keyin dodvoy qilinadi. Bu noto'g'ri narsa. Birinchi va oxirgi bo'ladi shu dedim, endi qilmayman, aytmay ish qilmayman dedim. Rahmat. Yana qanaqa o'zgarishlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Xorazmdan, Xonqa tumanidan Nur yo'ldoshimiz bilan kelganmiz. Gapimni Hazrat Navoiyning bitta misollar bilan boshlamoqchiman. Bu gulshan ichra-ki yo'qdir baqo guliga sabot, ajib saodat erur chiqsa yaxshilik birla ot. Men bu narsa bilan ustozning ishlariga yoki mana shu nimaga baho bu ham kamlik qiladi deb o'ylayman. Men hayotimni aytadigan bo'lsam, men hozir pensiyadaman, o'zim iqtisodchiman. Bir vaqtlar onamni yo'qotganman. 26 yoshimda.
Shundan keyin menda kasallik paydo bo'ldi. Bronxit. Endi sal cho'zib yuborib yotgan. Diyo'yo bemalol davom etavering. Ana shu narsa 11 yil azobladi meni. Vrachlarning aytgan hamma muolajasini qilib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin hammasiga chek qo'ydim. O'zim dorini ham boshqani ham. Ular aytishdi, kurortga borish kerak. Ukrainaga 3 yil qatnaganman. Truskavets, Morshin, kurortlar hech qaysi. Borasiz, yaxshilashadi, qaytasiz, yana 10 kun, 15 kundan keyin sal battarroq holat bilan. Astmatik formaga yaqinlab qoldi. Keyin hammasiga nuqta qo'ydim. O'zim axtarib boshladim. Mana shu axtarganda inson axtarsa kelar ekan. Ancha narsalarni o'rgandim. 2 yillar deganda sog'lig'imni tiklab oldim, yo'qotdim shu narsani. Hozir Allohga shukr bu yerga men sog'lig'imda bir muammo bor deb aytolmayman. Profilaktika uchun kelganman, lekin ustozni asarlari bilan u kishi haqida shu vaqtlarda bundan bir 20 yillardan ko'proq vaqt oldin eshitib, kitoblarini ko'p qiziqib, uchrashishni dilimga tugib niyat qilganman. Lekin u vaqtda ustozlar bu yerda emas edilar, Rossiyadalar. Kelganlarni ham ketganlaridan keyin eshitib qolardim. 6 oyda, 1 yilda bir ketib ketar edilar. Kitoblarni o'qib, men ana shu bu bo'g'illar mashqlarini shu vaqtlardan beri bajarib harakat qilib kelyapman. Allohga shukr, juda foydasi katta. Lekin ana 2023da 2024-yilda Nurjahon bizning viloyatga borib qolibdi, bir taklif bilan qilishni eshitdik-da, bordik yo'ldoshlar. Menda bitta savol bor edi. Men kasallandim, xo'p, kasalni yo'qotdim. Ko'p izlandim lekin bir narsaga javob topa olmagan edim. Kasalligim bilan onamni o'tganlari orasida endi qattiq siqilish bo'lgan, lekin bronxit, aynan bronxit qanday aloqasi bor? Shu savolga javob yo'q edi. Bordik, Nurjahon shu tasvirlab beryaptilar holatni, shuni mavzuga kelib qoldi gap. Nurjahon shunday tasvirlab beryaptilar, ishonasizmi? Yig'lab o'tiribman. Shu vaqtdagi holatimni qanday bo'lsa xuddi ko'rib turganday tasvirlab beryaptilar. Men hayron qolaman. Men aytmoqchi bo'lganim, bu kitobga savol berib bo'lmaydi. Kitobda o'rganish mumkin, o'qish mumkin, izlanish mumkin. Lekin bu yerdagi holat aynan insonni kerakli holatga tushiradi. Men hozir natija aytaman desam, sog'lig'imda, kayfiyatimda, ruhiyatimda juda katta o'zgarish bo'ldi. Mana shu yerga kelgandan keyin. Shu Nurjahon borgan vaqtlarida ham shu holat bo'lgan. Deyarli 6 oygacha shuni ta'sirida yurganman. Lekin uyda baribir bu yerdagi holatni aynan yaratib qilish qiyinroq ekanda. Shuning uchun bu nimalarga qatnashish kerak. Rahmat. Men endi aytmoqchi bo'lganim, ana shu narsani Alloh ustozning umrlarini uzoq qilsin. Rahmat. Alloh bermasa bu narsalarni bunday qilish darajasidan aqlima sig'dira olmayman, lekin bir insonga shunchalik imkoniyat, shunchalik buyuk narsalarni Allohning berganini o'zi men bilmayman qanday aytib, qanday ta'riflashni. Sizlarni ana shu yaxshi ishlaringizda Allohim omadlaringizni bersin. Rahmat. Niyatlaringizga Xursand bo'ldim. O'tirib iltimos. Ustozning umrlari uzoq bo'lib, shu nimaiki niyat qilgan bo'lsalar, shu niyatlarga yetsinlar. Shu millatimizni ravnaqi yo'lida, insoniyatni ravnaqi yo'lida shu qilib yurgan mehnatlarni, ajr savoblarini Allohim o'zi bersin. Rahmat. Xursand bo'ldik. Rahmat. Ilohim davom qilsin natijalaringizni azizlar. Endi bitta savol yana. Kimda diabet bor edi? Dorini ichyapsizmi, ichmayapsizmi? Davolanar ekanmi? Qand kasalligi? Chiqarsa bo'lar ekanmi? Qiyin joyi bormi ekan? Endi necha yil shu holatda yurardingiz? Bir taroziga qo'ying, tarozini bir pallasiga. Ikkinchisiga mana shu 9 kunni qo'ying.
Davlenasi borlarchi? Birinchi kuni kelganlar. Hozir qanday? Qoldimi? Davlena qoldi bu. Qancha turibdi hozir? Yo'q, shunaqa deydi-da bo'lmasam. Mana-da ayol kishi bilan erkak kishining tushunmovchiligi shu. Bolgariyada men bu ha degani, men bu yo'q degani. Erkak kishi bilan ayol kishining orasidagi muomala shu-da. Tushundingmi desa, ha degan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, hozir o'zgarish bormi? Sezyapsizlarmi? Qo'yib yubordimi o'sha quloq bitib qolishlari, g'ingillab turishi, chiyillab turishi? Shunaqa mana bu 1-2 bo'lib ketardi-da, butun tanamda kuchli og'riq bo'lardi, nimaligini tushunmasdim-da. Faqat bolalarimga больницаga o'tishim kerak, больницаga o'tishim kerak derdim-da, bu yoqqa kelishimdan oldin больницagacha gaplashib qo'ygandim. Endi kelsam hamma narsa Bir ayol bor, opamiz onda-sonda kelib turadilar, yana qatnashib turadilar. U kishining ismini bilsa, ana Nurjahon opa biladi. 4-stadiyada опухоль головного mozga, o'simta bor miyada. Operatsiyaga yozdirilgan, lekin bu yoqqa darsdan o'tishga vaqti paydo bo'lib qolgan o'sha operatsiyadan oldin. Bu yoqda darsni o'tdi, borib yana qaytadan operatsiyaga kirishdan oldin yana bitta tekshirtirganda xato diagnoz qo'yibmiz, uzr deb chiqarib yuborishgan. Bir paket pulni bu yoqqa ko'tarib kelgan. Ko'z yosh tushunib aytib bo'lmaydi. Endi boring farzandlaringizga ishlating deb chiqarib yuborganmiz. Kelib turishadi u kishi. Mana o'zim hayotimda 4-5 shunaqa insonni ko'rganman. 4-stadiyadan chiqib ketgan. Tajribalarimizda. Endi qarangda, xato qilibmiz. Yo'q, demaydi. Xato diagnoz bo'libdi deydi. Siz tuzalibsiz, zo'r deya bo'yniga ola olmaydi-da. O'lib qoladi bo'yniga olsa o'sha vrachlar. Siz tuzalibsiz, nima ish qilgan bo'lsangiz ham qiling, davom eting. U bir marta tomografiya qilmaydi-ku. 4-stadiya bo'lsa. Demoqchimanki, mana shu mayda natijalarga e'tibor bersangiz, katta bir natijaga erishasiz hayotda. Yaxshi narsalarga erishasiz, lekin shu narsaga qattiq e'tibor berish kerak. Xo'p, yana kim ayta labbay. Assalomu alaykum, Muhammad Yusuf aka. Alaykum assalom. Meni ismim Ahmedov Kamoliddin, Farg'onadanman. Yo'lga kelib ko'p narsa oldim. Asosiylari shukr qilishni o'rgandim. Dunyo qarashim o'zgardi. Mikrofon balandroq. Tanada o'zgarish, sog'liqda o'zgarish qanaqa? 100% o'zgardi. Nima masala bilan kelgandingiz? Ko'p terlardim, keyin charchoq bo'lardi. Hozir qanday? 100% o'zgardi. 100% o'zgarib ketdi. Ha. Endi e'tibor beringizlar. Kimda uyqusizlik bor edi? Hozir qanday? Kimda qoldi hali uyqusizlik? Hech kimda. Qarang. Sistema bitta. Davosi 1000 ta. Dori bitta, davosi 1000 ta. Qanaqasiga? Bormi shunaqa dunyoda dori? Diabetga ham, davleniyaga ham, bo'g'inlarga ham, grijaga ham. Kimda grija bilan kelgan edi? Bormi oramizda? Hozir qanday? Qo'yib yubordimi? Og'rimayaptimi? Oyoqqa og'riq berib turuvdi. Hozirchi? Qo'yib yubordimi shu holat? E'tibor bering azizlar. Endi juda ko'plar savol beradi. Rahmat, salomat bo'ling. Nimaga hamma joyda o'tmaysizlar, minglab odamni yig'maysizlar, shunaqa foydasi bor. Azizlar, ishlaysan degan gapni eshitgandan keyin 98% qochib ketadi. Ko'pincha nima deydi? Mana meni o'ligimni shunday tashadim bo'yningga, davola deydi. Barmog'imni urmay deydi. Faqat davolab ber meni deydi. U insonlardan hech narsa chiqmaydi. Mana boshidan oxirigacha qaraydigan bo'lsa, kamida bir 4-5 ta odam kelmadi. Bo'ldi, tashlab yubordi. Birinchi kuni chiqib ketdi, ishlaysan degandan keyin.
sog'lomlashtirish dars tentakni tajribasini birinchi kitobini o'qiganmisiz? Kim o'sha birinchi varaqni o'qib yopib qo'ygan, nima yozilgan ekan deb turib, bormi oramizda shunaqalar? Keyin yana qaytgansiz kitobga. Dangasa, ish yoqmas, bunaqa bo'lsang yop kitobni. Senga bir tiyin foyda bermaydi. Yana nima deyilgan edi? Qanaqa gaplar yozilgandi o'sha varaqda? Mehrlik. Ha? Mehrli deyman, so'zlari bor. Yo'q, birinchi o'qiganmisiz? Ha. Yevropa rus tilida juda qattiq gapirilgan u yerda. Bizda endi iltimos, mana shu narsa Yevropada juda ko'p tanishlarim bor. Shunday qaraganda shu varaqni o'qib, jahli chiqib kitobni yozgan. Yopgan. 8 yildan keyin yana qaytib ochgan. Yana ikkinchi varaqni ochganda 3 soat, 4 soat ichida kitobni o'qib qo'ygan. Mana shunday. Ahmoq ekanman nimaga o'sha vaqt yopib yubordim bu kitobni deb. Mana bittasi otib yuborgan kitobni umuman. 5 yildan keyin yana qaytarib qo'liga tushib qo'ygan, qani bir o'qib ko'raychi nima bor ekan deb turib, u yog'idan deb. U ham bir kunda o'qib tashladim deyapti. Ishlarim orasida. Nimaga? Bu yerda filtrlanadi-da, ishlasang natija olasan. Endi bitta savol. Kimda biznesi bor? Qo'llaringizni ko'taringizlar. Qaysi birlaringizda biznes sohasida, o'zingiz biznes sohangizda fikrlash, tahlil qilish, tafakkur qilish tiniqlashdi? E'tibor berdingizmi? Ha. Kimda yangi g'oyalar paydo bo'ldi? Savollar endi, savollarga o'tamiz. Va alaykum assalom. Aziz Kamolov. Asosiy kelishimdan maqsad ishda muammolar bo'lib turuvdi. Oxirgi 1-2 yildan beri to'liq depressiya holatiga tushib qoldim. Hech hayotdan xursand bo'lmayotgandim, lekin o'tgan kuni shu mavzuda ham bo'ldi. Eng yaxshi zakot bu o'zingga zarur bo'lib turganda boshqalarga naq qilish. Bu yoq kelish uchun, lekin ishdagi o'sha hayotdagi muammolardan o'zi yetishmovchilik bo'lib turdi, ikkilanib, lekin baribir o'zim tiklamasam bo'lmaydi deb bu yoqqa o'sha reklamani ko'rgandan keyin yozilib qildim. Boshida 4-5 kun bu qanday ishimga, hayotimga, hozirgi real bo'lib turgan muammolarga natija berish mumkin deb o'zimga savol berib, boshida savol tushunolmay ikkilanib, o'ylanib turdim. Keyin 5-6 kundan keyin sekin o'sha tanada o'zgarish paydo bo'ldi. Shu vaqt ichida parallel shamollagandim, tanada og'riq bo'lib turdi. Dori ham ichib, dori ham mashq boshida tana bo'ysunmadi o'zimga. Keyin urologik mashqlarda qilgandan keyin sekin o'sha uyquda muammo bor edi. Keyin o'zim tushunib yetganim o'sha 6-7 kuni g'am degan narsani tushungan, o'zim tushunib yetdim. Asl muammoni sababi qayerdaligini, o'sha narsa ketdi-da, o'sha sekin yechimlar paydo bo'lishni boshladi. Uyqum normaga keldi. Oldin ikkita qizim bor. Ayolimga ham o'sha yaxshi gapirishga kuch topolmadim. O'sha narsaga kuchim yetmardi. O'zim bilan o'zim bo'lardim-da. Yana ertalab miya tursam, yana shu holatda anaqa bo'lardi. Shu narsa ketib, endi ishdagi, hayotdagi hamma narsa bir-biriga qadamma-qadam o'zi to'g'ri kelib boshlab anaqa. Keyin eng qizig'i, kecha bugun dori tugab qoldi, dori ichmadim. Ungacha og'ir bo'lib turdi. Dori ichmasam chidab bo'lmayotgandi. Shu narsa ketdi. Hozir ham oz-oz ovozimda anaqa bor, lekin tana 100% zo'r his qilyapti. O'sha yo'ldan tekislikka tutib yurib anaqa natijalar zo'r bo'lyapman.